Okalar 721 Motorsda Mercedes-Benz Sla 250 2 litr turbina motor bilan jihozlangan kompaktniy bo'lgan mashinamiz sotuvga keldi. CLS Bananning ukasi. Mashinamiz ideal holatda, ko'rishingiz mumkin. Ranglari ham neobычный, izumrud ranglarda. Salonlari ham zo'r holatda mashinamizning. 2014-yil Bristol 1000 yurgan mashinamizni sotuvga qo'yamiz. Bu mashinamiz sotuvga kamdan kam chiqadi. Sla 2 litr turbina, tormatik bo'ladi, полный приводli mashina, Xojinning mashina, Michelin balonda taqilgan, 4 ta. Orqa taraflarini ko'rsataman. Sla 250 tormatik, полный приводli mashina. Holatlari zo'r, kuzovlarni ko'ryapsizlar. Ideal holatda turibdi. Ana holatlarni ko'rsatib o'taman. Bezramchniy oynalarda sidenalar elektropривод, pamять sidenalari bor. Bagajlari ham elektronniy. Bitta saloniga baho beringlar. Juda ham ideal holatda. Oq nejniy salon. Patololari qora, avtotikanda. Ko'jalari yengidek holatda turibdi. Mana balichka joylari ko'rishingiz mumkin. Rullari multirul. Mashinamizda abagreiflar bor. Sidena abagreif, sport rejimlari bor. Klimat kontrolli, microfonlarni rolik uy joystikda boshqarasizlar. Mashinamiz juda ham ideal holatda ekan. O'zi videoda ko'rib ham bemalol ishonch hosil qilasizlar. Orqa salonlarini ko'ringlar. Sidena ko'jalarni qaranglar. Mashinamizning 3 ta joyda fitness bor. Bagajida, krilosida va orqa eshigini ruchkani oldigacha o'tgan. 2014-yil ishlab chiqarilgan Mercedes-Benz Sla 250 полный приводda, izumrud rangda, oq ko'jinli salon. Bunaqasi bitta O'zbekistonda. Bu mashinamizni sizlarga zo'r narxda, ideal narxda $22,800 ga berib beramiz. Bosib oringlar.